Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz sizlarga 2026 yilgi Bitxan F'ning to'liq sharhini taqdim etamiz. Keling, mashinaning barcha muhim qismlarini birma-bir ko'rib chiqamiz. Avvalo, old tomoni haqida gaplashamiz. 2026 Bitxan F juda zamonaviy va futuristik dizaynga ega. Ingichka LED chiroqlar, keng radiator panjarasi va sport uslubidagi bamper unga juda premium ko'rinish beradi. Endi orqa tomonga qaraymiz. Mashinaning orqa qismida uzun chiziqli LED fonarlar mavjud bo'lib, ular butun orqa qismini yoritib turadi. Orqa bamper nafis ko'rinishga ega va trun qopqog'i silliq egri chiziqlar bilan yaratilgan. Salon juda ham hashamatli ko'rinadi. Katta raqamli ekran, zamonaviy rul va yumshoq teridan qilingan o'rindiqlar sizga qulaylikni taqdim etadi. Orqa o'rindiqlarda ham keng joy bor, bu esa oilaviy sayohatlar uchun ideal hisoblanadi. Panoramali lyuk va yorug'lik effektlari salonga zamonaviy kayfiyat qo'shadi. Shinalar va disklarga qaraydigan bo'lsak, ular mashinaga chiroyli ko'rinish beradi. Katta alyuminiy disklar nafaqat ko'rinishda, balki barqarorlik va yo'lda ishonchli yurishda ham yordam beradi. Yukxonasi keng va amaliy. Sayohat uchun chamadonlar yoki kundalik ehtiyojlar uchun yuklarni bemalol joylashtirish mumkin. Oilaviy foydalanishda bu katta afzallik hisoblanadi. Bitxan F to'liq elektr tizimida ishlaydi. Unda kuchli 2 motorli tizim mavjud bo'lib, mashina atigi bir necha soniyada 100 km/soat tezlikka chiqadi. Batareya masofasi uzoq yo'llar uchun yetarli va tezkor zaryadlash tizimi ham mavjud. Demak, bu mashinada kuch, tejamkorlik va qulaylik birlashgan. Xullas, do'stlar, bu 2026 Bitxan F haqidagi to'liq sharhimiz bo'ldi. Sizga bu mashina qanday taassurot qoldirdi? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.